Assalomu alaykum. Fahriddin Uz kanalining aziz obunachilari, akalar, xudo xolasa kanalga yangimiz. Birinchi video joylashimiz. Xudo xolasa qo'ylarni qo'yamiz, o'ta arzon qo'yamiz. Inshaalloh robbil alamin. Bozordan 500 ming, 600 ming arzon bo'ladi. 3 millionning pasida bo'g'oz qo'ylarimiz bor, akalar. Ko'ringlar videoda, bir mazza qilinglar. Ko'kcho'ylarda olib kelib, damlab, mazza qilib ichib ko'radigan video bo'ladi, xudo xolasa. Egizakchi qo'ylarimiz bor. Egizakchilarni o'ta zo'rlardan olib kelganman. Eng arzoni aka nech pul chiqarib berasiz? Eng arzon qo'yma? Ha. 2 million 500 ming pasida qo'y chiqarib beraman aka, ha? 2 million 500 ming pasida. Pasida. Bo'g'oz qo'yim bor, 3 million pasida bo'g'oz qo'yim bor, aka. Checha-pecha qo'ymas. Bir allaqayda yo'q qo'ymas. Xudo xolasa hamma qo'ylarimiz ham ma'noli mazmunli. Ko'rishsin, agar puli to'g'ri kelmayaptimi, telefon qilaveringlar akalar. Uka, qo'ying to'g'ri kelyapti, puli to'g'ri kelmayapti. Ozgina yo'l qo'yib berdinglar. Hammamiz ham insonmiz. Xudo xolasa bir-birimizni ko'nimizga yo'l topsak bo'ldi. Kelib ko'ramiz degan odamlarga ham akalar sharoitlarimiz bor. Kelib ko'rsalaring ham bo'laveradi. Xudo xolasa layklarni bosib, izohlaringni qoldirib, otangga rahmat deb qo'llab-quvvatlab tursalaring, bosaveramiz bundan bag'ga. Assalomu alaykum Fahriddin Uz kanalining obunachilari, YouTube ishqibozlari akalar, sovliq ishqibozlari. Hozirda biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'idan Otabek akamizni qo'y fermalaridamiz. Mana bu yerda sotiladigan qo'ylarning narxini sizlarga chiroyli qilib yoritib berishga harakat qilamiz. Videolarimiz yoqsa bitada like ni bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Bugun hafta kunimizga dushanba 5-yanvar 2026-yil. Otabek akamiz o'zlari. Assalomu alaykum. Aka, charchamasdan. Assalomu alaykum. Fahriddin Uz kanalining aziz obunachilari, akalar, boshida aytganimizdek, xudo xolasa 7-8 partiya qo'yib beramiz. Ma'noli mazmunli. Yo'lida bo'ladi. Yengil bo'ladi aka. Yengil bo'ladi. Bozorda arzon qilib qo'yib berasizmi? Ukaxon, bozorga ham, boshqa videolarga ham solishtirib olishaveradi. Xudo xolasa, 500 ming desa lab bo'lib ketadi, 200 ming, 300 ming arzon bo'ladi. Lekin arzon bo'lishi aniq aka. Arzon bo'ladi uka, %100 javob. Gap yo'q. Aka, endi bugunga nechta qo'yimiz bor? Nechta qo'y chiqaramiz? Bugunga hozir birinchi partiyaga 5 dona qo'yamiz. 5 dona. Qarang. 4tasi to'qli, bittasi tuqqan. Qo'ylarning ikkitasi bo'g'oz, 3tasi qo'chqar bilan yurgan degan bilmayman, ko'rib olishaveradi. Qani bo'lmasa ushlab aka ko'rsatib qo'ysak yaxshi bo'ladi. Hop, bunisi bo'g'oz. Ha? Hop, mana qo'yimiz tuqqan qo'y, qarang. Tuqqan qo'y. Voy janavar. Mana bitta olib qo'ying orqasini ham. Mana, o'zi yelilari shishib qolibdi aka, yana bo'g'oz shikili bu. Yana bo'g'oz. Aka, bu bo'g'oz qo'y. O'shalarning narxida bo'laveradi. Bu qo'yni men ushlab olib turib 4 Mana bu qo'ylarning narxida ketaveradi. Shunda. Bularning narxida emas, qo'zi narxida bo'ladi. Qo'zining narxida. Barra qo'zining narxida bo'ladi, aka. Gap yo'q lekin, qo'yavering aka. Xo'p, bularda endi yeb-ichari qanaqa? Hammasi bo'g'oz-a bularda? Aka, yeb-ichishi, yo'talmasligi, gangir o'chmasligiga 3 kunga garantiya beramiz. Jon Allohniki, joniga garantiya berilmaymiz. O'zimizga ham yarim soatga ham garantiya yo'q, aka. Yeb-ichishi hamma yo'g'i zo'r, sinovdan o'tgan, 3-4 kun uyimizda turdi. Sinovdan o'tgan zo'r yeb-ichishlari. Mashq qo'ylarni ham bitta olib qo'ying. Janavarlar akalar, bitta like bosib qo'yasizlar mana. Qochib qolmagan bo'lsa bahorga, xudo xolasa qo'chqarga qo'shib olsa, mana qo'ydi qarang, dumbalarni, jonivorni. Yosh akana, borgandan keyin ham bir 5-6 yil xotirjam uylarga borgandan keyin boqishaveradi. 10 yil boqishaveradi, xudo xolasa. Xotirjam. Aka, narxini nech puldan deymiz endi? 5 yovni bir yerga olamiz deysiz-a? Faridan men bundab ushlab olib siltashni yomon ko'raman. Qo'lda bering, mana uni Alloh barakasini bersin. Hammasini 3 milliondan 15 millionga Alloh barakasini bersin. Bor baraka. Toshkentgacha dastavkamiz bor. Undaga vohalardan telefon qilishsa kelishaveramiz. Qo'ylarda kallagini, quloqlarini, hamma yo'g'ini, badallarini olib qo'ying. Lekin mayda shuyda qo'ymasak akalar. Bitta bundoqqan, yo'talgan, kusalgan qo'y yo'q. Mana shu qo'ylarni ham ko'rsatingda, mana shu qo'ylar kichkina qo'ylar. Yuzlari ham tiniq ekan. Yuzlari ham tiniqda. Qo'yavering. Bu 100 emas, 200 deydi ashundan, uka. Bu 100 emas, 200 dan. Gap yo'q. Lekin xayri bor aka, bir yerga olishsa. Bir yerga olishsa ozmaz o'tib beramiz, ammo checha-pecha qilib buni 3,5 milliondan deb bo'pti. 300 ming o'tib beraman, 500 ming o'tib beraman deganim yo'qman. Mana hali mazmunli qilib bosyapmiz, uka. Gap yo'q aka. Bo'ladigan narxda dangal-dangal aytgan yaxshi. Mana 3 million so'mdan 5 tasi bir joyga ketaveradi. Yakkalab ham sotaveramiz aka. Yakkalab ham sotaveramiz. O bo'g'oz qo'ydi ushlab olib 4 millionga, mana semiz qo'ydi ushlab olib buni 3,5 millionga bo'lganim yo'qman, uka. Chunki barra qo'zilar ham chiqyapti-da. Unga mana bo'g'oz. Ha shunda 3 tasi bilmaymiz, 3 tasini ko'rib olishadi. Qisir bo'lsa kerak, skoriye всё bilmayman. Ikkitasi bo'g'oz, xudo xolasa. Zo'r aka, 3 million so'mdan Optimga ketaveradi. Bu birinchi partiyalarimizmi aka? Bu birinchi partiyamiz. Hozir ikkinchi partiyaga sekin-sekin plapayadan chiqib boraveramiz. Egizakchi qo'ylarimiz bor. Egizakchi qo'ylarda ham to'pi bor.
5 ta 6 ta egizakchi qo'ylarimiz bor. O'ta zo'rlar aka. Akalar, ikkinchi partiyalarimizga hammasi bo'g'oz aka. Bahridan bittasi gumon. Bittasini ko'rsatib qo'yaylik. Gumon deb ko'rsatib. Qani bo'lmasa, shuni mana shu to'liqroq qo'zimiz ma'lumotini eng berib ketsin. kichkinasi, eng sifatlisi. Bu qo'zi hisori. Qo'ydi qaranglar Hisori ekan. qo'zi. Bitta yurishini ham olib qo'ying mana shu. Qani, haydang. Toza simjun ekan u ham. Toza simjun. Bularning yoshlari qanaqadan aka? 3 tasi qo'zi, ikkitasi 4 kishdan. 3 tasi qo'zi. Qani, mashlardan bir ikkitasini tishini ochaylik aka. Mana Lekin shu badani to'rt semiz ekan. keng. Voy janavar, qo'yaver uni. Lekin eng yirigi shu ekan-a? Ha, bundan ham yiriklari bor aka. Ha, shuni ushlaylik. Ushlang o'shani ham. Ushlaylik o'sha. Mana. Mana. 6 ta ekan buni. Buni. Ammo tagi ham naq. Tagini ham ko'rsatib qo'ying. O'zi to'lib qoldi, yelin tashlab qoldi. Hop, mana. Bu qo'zi ekan. Bu qo'zi. Lekin o'ta yirik ekan. Aka 5 ta ekan soni. Qanchadan deymiz endi narxini? 4 tasi bo'g'oz, bittasi 50 mi? Bittasi qisirga olishaversin, bo'g'oz chiqib qolsa baxtlar. Qisir deb beraveramiz, bo'g'oz chiqib qolsa baxt, aka. Dangal gapirib qo'yaylik, buni men 50 ta qo'ydi deb kelib, astatka qilishni ham ko'raman. 5 ta 5 tadan chiqaryapman, chiroyli, mana mazmunli. Mana adag'i odam ham mazza qilsin. Hammani qo'shib yuborim, misol uchun 3,5 milliondan tanlab olishi kichik oshxo'roq bo'ladi, 4 milliondan desam ham bo'laveradi. U narsani men xohlamayman. Mendan olgan odam kuyib qolmasin, aka. Ana ozgina-yu sozgina. Foyda qilsin, mazza qilsin. 30 ga nafar qo'yimiz bo'lsa, 25 ta 30 ta bo'lib chiqarib beryapmiz aka. Bizdagi sirasi tugashi bilan sveji qo'y, kerak. Xo'p aka. Astatka 5 qo'yamiz. tani mana. Keng, qo'lni bering. Kelishtirib aytavermiz aka. Dangal aytib qo'yalaymi? Ha. 4 million qilib o'tirmayman bu qo'ylarni aka. 3 million 900 ming. Yana o'tib beraman, telefon qilishadi. Qancha o'tib berasiz aka? 3 million 900 ming. Telefon qilishadi, o'tib beraman. Keng, qo'lni bering, shayda o'tib beraman. aka. 300 ming o'tib beraman. Bor 500 ming o'tib beraman. Yo'q, tabiiy aka. Obshi summaga 500 ming o'tib beraman. Shunda qanchadan bo'ladi? 3 million 800 mingdan bo'ladi. Mana bunday qo'ylar kimda bo'lsa 3 million 700 mingdan o'zim olaveraman. Barakasini bersin. 3 Borib million olaman. 800 ming so'mdan 5 tasi bir joyga ketaveradi. Mana akalar, haqiqiy bir pachka ekan. Bitta obunachimizga telefon qilib aloqaga chiqishaveradi aka. Ha shunda aka, biz u 5 qo'limizda o'zimizga tiqib buni 4,5 million, 4 million 300 ga beraman deb 4 milliondan sotganimiz yo'q. Yo'lida sotyapmiz. Xudo xolasa mana bunday qo'y kimda 3 million 700 mingdan bo'lsa telefon qilishaversin, men o'zim olaveraman. 3 million 800 ming so'mdan akalar akalar optimga ketaveradi. Tanlab olishsa 100 ming plus minus bo'ladi. Bu bizdagi unchalik emas. 100 ming plus minus bo'ladi. Qo'ylarda sifat, simbati hamma yo'g'i olgan odam xudo xolasa kambag'alni bo'y qilib hamyonni to'ldiradigan qo'ylar. Akalar, 3-partiyalarimizga hammasi qo'zim aka bular endi. Hammasi qo'zi, ikkita qo'chqar, ikkita soliq. Qo'chqarni addelni aytaylik, soliqlarni addelni aytamiz. Bo'lmasa ajratib ishlasak zo'r bo'lardi. Bo'ldi, mana. Mana bunday qilamiz. Ikkita ranglisi ushlanglar. Ikkita ranglisi haliga mana. Mana bulardan oldi. Quloqlari butun xudo xolasa, quloqi ham butun ekan. Boqishaveradi xudo xolasa. 4 oyda qo'ylar semiradi ham, o'sadi ham xudo xolasa. Bu ikkalasi qo'chqor. Ikkalasi qo'chqor. Lekin ikkovini ham akalar badani semiz ekan. Badani ham yaxshi, dumbalarini ham ko'rsatingda, dumbalari ham zo'rda, o'ziga kelishgan. Qo'zilar zo'rmi aka? Tilla ham kichkina bo'ladi deydi, sifat simbatli. Xudo xolasa chiroyli zo'r aka sifati. Sifati ham zo'r, pulini ham zo'r qilib beramiz aka. Mana ikkovini bir joyga olaman degan odam bor, ammo so'rashmaydi bundan. Xo'p. 6 million 700 mingga Alloh barakasini bersin. Barakasi. Zo'r oldi aka. Mana 6 million 700 ming so'mga ikkalasi bir joyga bir jup ekan. Ketaveradi, sotilaveradi. Lekin mana bunisini akalar yaxshilab e'tibor berib kuzataverasizlar. Like deb bosib qo'yasizlar. Sovliqchi endi. Endi bitta aniqlaylik, siz maqsad sizning obunachilaringizga ham arzon qo'yni ko'rsatib, arzon qo'y sotish maqsad. 5 qo'limizda o'zimizga tiqolmaymiz. Mana shu qo'yni ham 3 million 600 mingga bermaganmiz. Bu qo'y 3 million 100, u qo'y 3 million 600 bo'lsa ham shunday bo'ladimi? Uyimizda olib ketaman deganda bermaganmiz, dastavka qilib beryapmiz biz. Bozorga chiqishsa ham 3,5 million 3 million 600 mingga olisha olmaydi. Mana uylarida sekin choyni ichib aytsa olib borib beraveramiz xudo xolasa. Gap yo'q. Akalar bemalol telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, endi bu yog'ida sovliqlar. Ikkalasi ham sovliq. Bittasi oq, bittasi sariq ekan-a? Arashan ikkovi ham aka. Voy janavar, mana bularni qaranglar, lekin yuzi haqiqatan ham tiniq ekan, qulog'i ham butun ekan, oqda. Oq qo'zi o'zimizniki, o'zimizni uyda u. Qo'zilig'idan o'zimiz boqqanmiz. Mana shu jiyanni bitta ko'rsatib qo'ying, shu jiyan boqqanlar. Shu jiyan boqqan ekan, akalar like deb bosib qo'yasizlar. Xo'p. Ikkovini bir joyga aytib qo'yalaymi? Kelishtirib aytaymi. Bu qo'zilar endi sifati, simbati
boshqa joylari zotiga qarab hali qilinadi. Boshqa qo'ylar 3 milliondan chiqaryapsan, bu qo'yda faloncha chiqaryapsan, pistancha chiqaryapsan deyishmasin ama. Xo'p, ikkalasini Qo'yni tanigan odam olaveradi, qarang. ishqiboz olaveradi. Ishqiboz olaveradi, keling. Ikkovini bir joyga bo'ladigan bo'lsa 6 million 500 ming emas, 6 million 400 mingga mana Alloh barakasini bersin. Baraka. Xayriga lekin o'tib berasiz aka. Bo'ldi, Ozmas endi biz obunachilar. Bo'ldi, qo'y o'zimizniki, u hali emas. Sotib olgan qo'yimiz emas, o'tib beramiz ozgina aka. Barakasi. Ammo ko'p so'rashmaydi. Ozgina o'tib beramiz xolos. Nimaga Ozgina. kichkinasini ham 3 millionga berilmagan. Zo'r aka mana. Ikkalasini bahorgacha olib chiqishadi, xudo xolasa keyin qochirib qo'yishaveradi. 6 million 400 ming so'mga akalar ketaveradi. 4-chi partiyalarimizga to'y deb turgandan so'raganlar uchun soni 3 dona ekan aka. A chekka tag'in ushlaylikchi. Bunday qilaylik, Fahriddin. Birma-bir ma'lumotini beraylik. Mana shu qo'zi, Hop. ha? Qo'zimiz xudo xolasa 6 oylik. Telefon qilishaveradi, mana shu qo'zi o'ta sifat simbati, badani ham zo'r. 2,5 million so'm xayr ham qilib beramiz ozgina. Xayri ham bor. Xayr ham qilib beramiz Bu ozgina. sovliqmi qo'chqarmi bu? Bu sovliq. Bu Endi sovliq, qo'chqar ham 2 bo'lsa million 2,5 500 million. so'm. Ha. Sovliq bu jonivar. Lekin Sifat zo'r simbat ekan. Hamma yo'q zo'r. Xudo xolasa bitta qiynalgan odam jo'natib bor. Yosh katta odamlar ham bundayda pensiyani oldim ulim, jo'natib bor. Bugun 5 ekan, 4-kuni pensiyam tushdi. Jo'natib bor ulim deysa, mana yo'q qo'yib beraman. Duo qilib qo'ysa bo'ldi. Xayriga ham tashlab berasiz. Ha. Quloqlari butun qurbonlikqa boqib yurib, o'zim so'yib olaman desa ham bo'laveradi. Qilsa ham. Uka, mana bunday. Qo'ylarni ikkalasi ham bo'g'oz. Ikkovi ham. Ikkalasi ham Ha. bo'g'oz. Keng. O'zi arang yuribdi ekan. Mana janavarni qaranglar Turing, ekan. charchab ketmadingizmi? Mana. Xudo Bo'g'ozligini xolasa, qaranglar akalar, mana bu mana shu oycha xudo xolasa tug'adi. Hop, bunisi chicha kechroq. Bu fevralga o'tib fevralning oxirlari. Ha? lekin qorni ham tasga osilib Qonni ham zo'r, xudo xolasa egiz tuv bersin. Ammo bitta aybi bor, yoshi kattaroq buni. O'shanga yarasha qilib narx aytamiz, ha? Mana yoshi kattaroq. Buni yeb ichishi hamma yo'g'i zavod. tug'andan ketin go'sht yo'nalishiga boqib yuborsa bo'laveradi. Yiroqroq. Ashunday. Qurbonlikqa boqamiz deysa ham tug'andan keyin bo'laverar ekan. Uka mana qarab turing. Buni 3 million 200 ming so'm. 3 million 200. To'y deb turgan bo'g'oz qo'y. Tuv bersa yonida sovliq bola tushadimi, qo'chqor bola tushadimi 4 millionga hech kim bermaydi. Bir oy xudo xolasa kutib turishadi, tuvadi. Xo'p, bunisini uka o'sha videoda boshida aytganimizdek bo'g'oz qo'y 3 million tepasida dedimi? 2 million 800 ming so'mga. Ikkovi jub bo'lsa 6 million so'mga vodiy bo'ylab Toshkentgacha dastlabki qilib beramiz. Dastlabkasi Toshkentgacha. Dastlabkasi bizdan tekin. 6 million so'm ko'rsatishadi xolos. Bo'ldi. 6 million so'mga jupiga ketaveradi. Qani bu yoqqa haydab beringlarchi? Hayyara. Gap yo'q. Qo'ylar pildek qo'ylar. Ular 5-partiyalarimizga soni 4 dona. To'talasi ham bo'g'oz. Soni 4ta bo'g'oz qo'yamiz. Ikkitasi sariq arashandan, ikkitasi kashtan qo'y, xudo xolasa. Bu arashan ekanni biz 7 million, 6 million deb olmaymiz aka. Yo'lida qilib chiqarib, yo'lida sotaveramiz. Yosh qari degan odamga ushla yoshini. Ushlanglar qani. Ikkita kashtan, ikkita sariq. Ko'rsataylik. Mana. Janavarni qaranglar lekin. Mana. 4, 6-chisini endi chiqarmoqchi mana. Qani? Bo'ldi, qo'y. Bunisini ham ochaylikchi. Mana 4. Mana. Hop, bitta qoldi. Mana sariqdan ushlab ko'rsatib qo'yaylik. Bu ham 4ta. O'zi elini tashlab qoldi-da bu, ha? Ana shundaqa. Mana. Bu ham 4. Mana. Mana. Voy, janavarlar, bo'ylari aka 80 plus minus shunaqa atrofida. 80 ga olishaveradi plus minus. 80 ga beraverasiz, ha? Ana shunday. Xo'p, to'rttasini bir joyga. Narx. To'rttasini bir joyga. Ikkitadan bo'lib olamiz deysiz ham. Ikkitadan bo'lib olamiz deysa ham kelishaveradi. To'rttasini bir joyga aytaman. Telefon qilishadi, ikkita sarig'ini olamiz deysa, chicha qo'shib berishadi. Ikkita qoraqini olamiz deysa, ozgina biz o'tib beramiz. Mana uni oldi qochdi, u 5,5 million, 5 million 300 ming, 5 million ham yo'q mana uni. Alloh barakasini bersin. 4 million 500 ming so'mdan bo'g'oz qo'ylar mana. Yo, tabiiy aka. 4 million 500 ming so'mdan bunday uka. 4 million 300 mingdan bo'lsa, men o'zim mahda qo'ylar olaveraman. Baraka, Alloh barakasini bersin. 4 million 500 ming so'mdan akalar to'rttasi bir joyga sotilaveradi. Mana ishqibozlarga xotirjam olib boqishni tavsiya qilaveramiz. Xo'p aka, bundan ketinga yana bormi yo bu so'ngisimi? Yo'q, bundan keyingi egizakchi qo'ylar bor. Egizakchilarning ham o'ta zo'rlari bor. Ikkitadan bolasi bor hammasini. Agar egizakchidan so'raganlar uchun aka bolalari nima bo'ldi endi? Qo'chqarmi sog'lommi? Videoning ichiga kirib ketaman deyapti. O'zi ham. Ichidaligini bilmaydi, tajanivar. Bolalari bittasi qo'chqar, bittasi sovliq. Qaysi biri qo'chqar bu? Qorasimi, sarig'imi? Qorasi qo'chqar, sariq arashani sovliq ekan. Qorasi qo'chqar, sarig'i sovliq. Bu nechinchi bolasi bu endi egizchini? 3-chi bolasi mana.
Uchinchi bolasi. Marjon. Janavar, lekin Janavarni enasiga aybi qarov bor. kerak ekan lekin. Yeb ichishi o'ta zo'r ekan. Qo'y charchov yaqinda kelgan qo'y charchov. Yeb ichishi o'ta zo'r ekan. Yeb ichishiga, yo'talmasligiga, gangiroshmasligiga, bolalarini emizishiga bir hafta garantiya beramiz. Bolalar qo'shib qo'yilmaganmi, umaganmi, bumaganmi degan gaplar. Yo, o'zini bolasimi? Bunday. Uka, qo'y hech qachon boshqa qo'yni bolasini o'zini bolasiga o'xshab emizmaydi. Mana bunini qarang. U qo'shar ekan, u ekan, bu ekan deb deyishmasin. Radnoy o'zini bolasi. Aka, pulini ayting. Pulimi? Ha. Keyin qo'lda bering. Nech pulga beramiz buni? 10 million, 11 million yo'q narsa. Men emizishini bitta olib qo'ying, ikkalasini bir-biriga qarab. Mana buni qaranglar lekin. Zo'r ekan narxi. Qo'yni oriqlig'iga qarashmasin. Qo'y o'ta zo'r boqar ekan. O'ta zo'r boqar ekan. Ha, ashunda. Qo'yni bo'htirib qo'shmasa bo'ldi yeb ichishiga. Uka, mana uni 8 million 500 ming so'm yana telefon qilishadi, o'tib ham beraman. Alloh barakasini bersin. Barakasini bersin. Gap yo'q. 8 million 500 ming so'mga akalar sotilaveradi. Ashunday. Aradan bunisi bolasi ukaxon, Hop. ikkalasi ham qo'chqor. Ikkalasi ham qo'shqor. Ikkalasi ham qo'chqor. Yelini ham sirdi yelini ekan. Janavar, mana buni qaranglar. Lekin enasi ham yirik ekan. Ikkala bolasi ham qo'shqor akalar. Bemalol. Bitta buni ham olib qo'ying, emizayotganini. Mana. Bu qo'y qizig'i yo'q ekan. Yo'lda ustida olsa ham emizib qo'yaverar ekan bu qo'y. Lekin bolalarni zo'r boqay ekan aka. Tishini ochib ko'rsatib qo'ying. Narigini ham ushla. Mana. Keng, mana 4 tishda. 4 tishda. 6-tishini chiqarib qo'y. Shuni rasmga olib tashlaysizlar, videolari bor aka. Videolari hamma yo'g'i bor. Ma'lumotini chiroyli qilib beryapmiz. Nimaga 5 ta egizakchi qo'yimiz va 5 yo'ni mana gap chiqib kasha qilganimiz yo'q. Unaqamiz yo'q. Odamlar ko'rsin. Bir olayotgan narsasini qaysisini olayotganini bilib olsin. Deyapmiz xolos. Mana. Bolalarni qaranglar lekin. Janavarlar. Bu ham 4 tishda endi chiqaryapti. Ikkinchi bolalar. Ey, qo'ylar zo'r. To'g'risini aytganda. Pulini aytaylik. Nech puldan beramiz ikkovini? Pulini tas-turs gapiring, ha. Hangal ayting. Mana bunday 11 million, 10 million deb o'tirmayman. Uka, mana uni Alloh barakasini bersin 9 million 500 mingdan. Ammo so'rashmaydi. Yaxshi narx. Bundan pastlarini o'zimiz sotyapmiz 10 milliondan. Sizda kanalingizga, sizda obunachilaringizga bu. Barakasini bersin. O, nariginikini bolalarni aytmadik. Nima buniki? Mana buniki. Buniki bitta qo'chqar, bitta so'liq. Bitta qo'yimizniki ikkita qo'chqar. Qolgan hammasiniki bitta qo'chqar, bitta so'liq. Bittadan. Buniki akalar biri so'liq, biri qo'chqor. Buniki ikkalasi ham qo'chqor. Ashindi. Baridan uka, mana qo'ydi отдельно aytaylik. Bu qo'ydi bolalarni отдельно. O, janavar, bu bolasini ko'chatligini qaranglar. Janavardi. Mana uni ham bitta olib qo'ying. Mana ikkalasi ham simjun. 2 kunlik bolalar. Bitta qo'chqar, bitta so'liq. Enani suyagini bitta olib qo'ying. Enani suyagini 85 kilos meni shunaqa atrofdan belda qaranglar lekin. Buni bo'yi shart emas. Buni egizahligi yetadi o'zi qo'ydi. Qo'ydi kallasini qarang. Kallasi ham ot kallasidek keladi. Mana tish 4 ta. U so'raganligi aka qo'yaveraman. Bolasi 2 kunlik bola, uka. 2 kunlik bola. Biri so'liq. Bitta qo'chqar, bitta so'liq. Ikkalasi. Emizishini bitta olib qo'ying. Qaranglar lekin. O'ta mehribon. Ishqibozlariga akalar bemalol telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Sababi hammasini bitta qilib chiqarganmiz. Adden bo'lib ko'rsatilyapti. To'liqroq ma'lumotni berishlik uchun. Aka, nech pulga beramiz? Buni narxini aytaylik. Dangal kesib qo'yaylik, keyin qo'lda bering. U 11 qilib o'tirmayman. 10 millionga Alloh barakasini bersin. Qol baraka. Bolalarni silliqligi, enasini hisorligi hamma yo'g'i tortadi qo'ydi. Xudo xolasa, qo'y arzon. Kelishadigan yerda bor, Kelishadigan yerda ozginadan tashlab berasiz aka. Bo'ldi, tashlab beramiz. Ozmoz tashlab beramiz, xolos. Ko'p tashlayolmaymiz, uka. Nimagaki o'zimiz ham mash qo'ydi. Bozorga borsak ham 11 million sotyapmiz. Biz xalqqa ozgina manfaatimiz bo'lsin deyapmiz, xolos, uka. Bu hali emas. 5 qo'limizda o'zimizga tiqqanimiz. Xo'p, mana buchi. Tort bu qo'ydi o'g'lim. Qani, uni haydavaringlar lekin. Bu qo'yda отдельно ma'lumotini beramiz. O'ta go'zal narsa. Zo'r. Buni отдельно ma'lumotini beramiz. Ko'chaga chiqaraver bo'ldi. Ko'chaga. Xo'p aka, buni ma'lumotini beraylik endi bo'lmasa. Qo'yimiz hisori qo'y. Bolalarini bitta ko'rsating. Bolalar o'ta bebaho narsalar, ikkalasi. Lekin bunaqa qo'zilar kamdan kam, oyog'i uzun, beli baquvvat. Enani qarang, janavarda. Enasi ikkita bolani boqib, hozir mana hali Ushlang. To'yga haydaydigan qo'chqorday dumbasi bo'lib turibdi, uka. Katta ekan, lekin qo'yapti. Qo'y vashi suyagi butun mana. Aka, birinchi o'rinda kelib ko'ramiz deganlarga lokasiyadan urib berasiz. Ha, o'chi yo'q, kelib ko'rishaveradi. O, biz kichkina qo'yni ko'rsatib olib, katta qo'y hali qilmaymiz, uka. Bolalarini bitta olib qo'ying, quloqlarini qarang. Janavar, mana bu qo'zilarni qaranglar, akalar, like tirsilarni bosib qo'yasizlar mana. Havas qilganlar telefon qilib aloqaga chiqaverasiz. Janavarlarni qaranglar lekin, ko'chat ekanligi ikkala qo'zi ham. Mana. Baridan Hop, buni bitta oyog'i, ikkita oyog'i oqi, sovliq,
Narigi skochkor uka. Qo'yda suyagini ham ko'rsating. Ya qo'y zo'r aka, pulini Qo'y o'ta zo'r. Keyin qo'lda bering. Buni 15 million deb olmaymiz biz aka. Hop. Uka, mana uni 12 millionga tuzukkina xayr qilib beramiz. Telefon qilishaveradi. Ya telefon qilsam 100 mingdan 300 ming so'm xayr qilib beraman. Barakasini bersin. 11 million 700 ming so'm. 11 million 700 ming so'mga. Sotilaveradi aka. Toshkentgacha yetkazib beraveramiz. Bu qo'yda bozorda sotamiz desak ham uka 13 millionga sotib qo'yamiz. Xotirjam 13 millionga sotamiz. Qo'ylarni bolasi, ha? Hop. Qo'ydi simjulligi hamma yo'g'a tortadi. Qo'y hisori qo'y. O'zi mana. Mana akalar 11 million 700 ming so'mga Mana. sotilaveradi mana. Uka, Vallahi qarang. o'zi mana junni o'zi to'kaveradi mana qo'y mana. O'zi to'laveradi mana. O'zi to'laveradi bu. Hozir to'layapti mana qo'y. Olish shart emas buni. Yo'q, olish shart emas. Qulog'ini qarang jonivorni. Qulog'i, kallasini qarang, ot kallasidek keladi. 4 tishlik uka, ha? Mana. Hamma yo'g'a yetadi. Bolalarni bir xil boqyapti. O'ta go'zal qo'ydi. Qarang. O'ta ham go'zal. Qo'y. Ukaxon telefon qilishaveradi, xudo xolasa hamma partiyadan yo'lida qilib beramiz, ha? Ishlari bitadi. Ishlari bitadi u. Bu layfhak emas. Qo'y sotqani qo'yyapmiz buni. Haliginga emas. Alloh barakasini bersin. Barakasini bersin. Xo'p aka, endi bugunga shularmi? Bugunga shular. So'raganlar uchun yana topib berilaveradi. Ha, so'raganlar uchun xudo xolasa Yelenako 24 soat qo'yimiz bor. Qo'yimizni sveji olib kelamizda biz haftada 3 marta, 4 marta video qo'yyapmiz. Endi sizga ham davomiy qo'yib turamiz inshaalloh. Sizga hozir birinchimiz, ha? Hop. Xudo xolasa telefon qilib, uka, mana qo'ying yoqdi-yu, puli yoqmayapti. Ozgina o'tib ber deysa, o'tib berilaveradi. Chatag'i yo'q, ha, uka?